Hop o'rtoqlar, nozima masalasi bo'yicha menga kuniga 40 mingta, 30 mingtalab odam yozishyapti. Nimaga hal bo'lmayapti? Nimaga olib borib qamab qo'yishmayapti? Nimaga to'xtab qoldingiz deb. Bitta narsani bilinglar, men Koreyadagi prokuror emasman, Koreyadagi sudya emasman. Buni olib borib yopib qo'yadigan, qamab qo'yadigan. Men o'zimni sohamdan kelib chiqib, jurnalistlik sohamdan kelib chiqib, professional darajada men hamma dalillarni yig'dim. Fan nazariyasi bo'yicha ham o'rgandim. Hamma narsani dalil isboti bilan, inkor qilib bo'lmaydigan isboti bilan olib kelib qo'ydim. Ya'ni o'sha osilmaganligi, osilsa inson qanaqa bo'ladi, osilmasa inson qanaqa bo'ladi, osilganda insonni bo'yni cho'zilib ketib qoladi, bo'ynida V-simo shaklda uzluksiz chizuvlar bo'ladi, izlar bo'ladi deb inkor qilib bo'lmagan darajada dalillarni men olib kelib qo'ydim. Chaynab, qo'pol qilib aytganda, chaynab og'ziga solib qo'ydim. Bu narsani faqat advokatlar yutib, bu narsani hazm qilsa bo'ldi. Men bu yerda o'zim hamma ishimni cho'tga qilib qo'yganman. Prosta iltimos ozgina sabrli bo'laylik. Bitta narsani bilinglar, men yana qaytaraman, men Koreyadagi prokuror yoki sudya emasman, uni olib borib yopib qo'yadigan. Bu bo'yicha qonun bor. Hamma narsani men dalil isboti bilan keltirib qo'ydim. Iltimos, mana shu narsaga ozgina e'tiborli bo'laylik, ozgina bu yerda sabr qilish kerak. Bu yerda qotillik bo'lgan.